Siz javobgarmisiz? Xo'p, ko'rsatingchi bo'lmasa? Yo'q, hozir men ko'rsatolmayman-da. Nimaga? Sovunmi? Xona shunaqa sovunni ko'rsata olmaysiz. Bu videoda farzandini bog'chaga beradigan ota-onalar oxirigacha ko'rsin. Hozirda bolalarda kasal bo'lishning asosiy sababi bog'chadagi xonalarda sovunligi bo'lyapti. Hozir men Andijon shahardagi yangi ochilgan shu Pro Kids bog'chasiga kelganman. Bu bog'chani sovuq deyishyapti. Ko'ramiz qanaqa ekan sharoitlar, haqiqatda sovukmi, issiqmi? Shundan hozir sizlarga men o'zim ko'rsataman. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xonalar sharoitlarini ko'rgani, tekshirgani keluvdik. Shunga kirib ko'rsak bo'ladimi? Bolalar qanaqa sharoitda o'ynashyapti, yurishibdi? Kimsiz, bilsam bo'ladi. Men oddiy fuqaroman. Qanaqa sharoitda yotishini bir ota-onalarga ko'rsataylik deyapman. Agarda sovuq bo'lsa, sovuq, issiq bo'lsa, issiq. Yo'q, xonalarimiz issiq. Siz o'zingiz kimsiz bu yerda hozir? Men hamshirasiman shu bog'cha. Hamshirasi, siz javobgarmisiz? Hı. Xo'p, ko'rsatingchi bo'lmasa? Yo'q, hozir men ko'rsatolmayman-da. Nimaga? Sovunmi? Xona shunaqa sovunni ko'rsata olmaysiz. Sovuq emas, bola uxlayapti hozir. Kirib ko'rsak bo'ladi shekilli. Sizlarda bahananglar shu bo'lyapti. Sovuq deyapsizlar, uxlayapti deyapsizlar, lekin kirgizmayapsizlar-da bizni. Lekin ichkariga kirsak, xona sovuq bo'lib chiqishi mumkin. Siz qanday isbotlaysiz buni? Yuring, ko'rib chiqamiz. Hozir har bitta xonasini ko'rib chiqamiz. Bolalar qanaqa sharoitda yotishibdi, qanaqa sharoitda o'ynashyapti. O'z ko'zinglar bilan ko'rasizlar. Bu yer qanaqa xona? Yerlarimiz koridor. Mana bolajonlar oyoq kiyimi shu yerda. Mana betlarimiz o'sha koridorimizdan siydi xonalarimiz. Xona sovuqmas. Bu katta tayyorlov gruppamiz. Xonalarimiz ko'ryapsiz. Ataplenyalarimiz bor. Atapleni ishlaydimi bu yerdagi? Qani? Qo'lni kuydiryapti deyarli. Konserlarimiz ham toza yoqiq turadi. Bel ustiga. Mana xona haroratimizni ko'rsangiz bo'ladi. Termometr ham bor ekan? 22 turadi. O'zi xona harorati 20 tepasida bo'lishi kerak. Norma bo'yicha? Qishda kunida norma bo'yicha 21, 20-21 tepasi bo'lishi kerak. Bolajonlar qayerda uxlaydi? Bolalarimiz xonasi xuddi shu yerda. Uxlashyapti ekan. Hatto ko'ryapsizlar, ustini ochib yotibdi issiqda kunida issiqdan. Ichkarida ham даже ataplenyalarimiz bor. Bu hojatxonalar qayerda bu yerda? Hojatxonasi ichkarida. Ichkaridami? U yoqlar ham issiq. U yoqlar ham issiq, o'ziga yarasha unitazchalarimiz ham bor. Farzandlaringizga yaxshi bog'cha qidirayotgan bo'lsanglar, nomerlarimizga telefon qilinglar, muloqotga chiqamiz. Bo'ldi, rahmat. Issiq ekan, haqiqatda issiq ekan. Tavsiya qilaman hammanglarga. Hozir nomerlarni yozib qo'yamiz videoning ostiga. Shunga qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqsanglar, o'zlari batafsil ma'lumot berishadi.